Sizdan juda ham mamnunman. Sizda saraton oldi holatini aniqladik. Endi uni davolab, saratonni oldini olishimiz mumkin. Tabriklayman, siz nihoyat homiladorsiz. Sizni o'z vaqtida murojaat qilganingiz juda ham katta omad. Chunki saratonni oldini olish saratonni davolashdan arzonroqqa tushadi. Sizda bitta homila emas, egizaklar ekan. Sizni xotirjam qilishim mumkin. Saraton davolandi, endi faqat nazoratda turasiz. Sizdagi infeksiyalarni davolasak, o'zingiz homilador bo'la olasiz. Endi bachadon bo'ynini o'zgarishlarini aniqlash uchun chuqurroq tekshirishimiz kerak, ya'ni biopsiya olishimiz kerak. Biopsiyani javobiga qarab, aniq bir xulosa eta olaman. Tabriklayman, o'g'il nevarali bo'ldingiz. Sizlarning oilangizda saraton aniqlangan va davolanishgan. Shu sababli siz doimo nazoratda bo'lishingiz kerak, chunki saraton xavfi sizda yuqoriroq bo'ladi. Sizda hozir saraton ilk davrda aniqlangani uchun operatsiyani o'zi yetarli davo hisoblanadi.